Bu ikkita video bir xil konsepsiyadan foydalangan, lekin ulardan bittasi 175 barobar ko'proq ko'rilgan. Sababi bitta oddiygina strategiya va bu strategiyani hoziroq videoni ko'rib o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. E'tibor bering, bu yerda ishchi beton qo'yayotgan idish juda ham tor va bu keskinlik hissini beradi. Tomoshabin esa videoni oxirigacha ko'radi. Chunki ishchi bu yerda xato qilishi mumkin va hamma aynan shu lahzani kutadi. Prosmotri kam bo'lgan videolarda esa bunaqa narsa yo'q. Na keskinlik, na xavf. Shuning uchun diqqatni ushlab turish darajasi juda ham tushib ketadi. Bu keskinlikni ushlab turish strategiyasi mobil o'yinlar hamda qimor o'yinlarida juda ham keng qo'llaniladi. Lekin u kontentda ham juda ham zo'r ishlaydi. Chunki sahnada xato qilish ehtimoli yoki katta xavf tursa, har qanaqa vaziyat bir zumda qiziqarli bo'lib qoladi. Va bu narsa ham aynan mana shu strategiya maqsadida qo'llaniladi. Agar bu strategiyani o'z videolaringizda ishlatmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda potensial muammo yoki xavf kirgizing, tomoshabinni bezovta qiladigan narsa обязательно bo'lsin. Ikkinchi o'rinda mukofot yoki yechimni va'da qiling. Bu tomoshabinni videoni oxirigacha ko'rishga majbur qiladi. Va eng muhimi, tomoshabin biroz hayajonda yoki asabiy bo'lish kerak. Bu narsa uni diqqatini oxirigacha ushlab turadi. Aytgancha, bu oyda men umumiy 29 million axbat yig'dim. Demak, diqqatni ushlab turishim yomon emas. Agar siz ham buni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kommentlarda aks etib yozing va men sizga maxsus sxemalarim o'rgatilgan marafonim haqida ma'lumotlarni beraman.